imom Shofiy hazratlari aytadilarki, agar siz o'zingizni Allohning oldidagi qadringizni, hurmatingizni bilmoqchi bo'lsangiz, u sizni qaysi o'ringa qo'yganiga qarang. Agar sizni zikr bilan mashg'ul qilgan bo'lsa, demak bilingki, u ham sizni zikr qilmoqchi. Agar sizni Qur'on tilovati bilan mashg'ul qilgan bo'lsa, demak bilingki, u sizga gapirmoqchi. Agar sizni toat ibodatlar bilan mashg'ul qilgan bo'lsa, bilingki, u sizni o'ziga yaqin tutibdi. Agar sizni dunyo bilan mashg'ul qilgan bo'lsa, bilingki, u sizni o'zidan uzoqlashtiribdi. Agar sizni boshqalar bilan odamlarni orqasidan gapirish, g'iybat qilish va hokazo ishlar bilan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa, bilingki, u sizni xorlabdi. Agar sizni duo bilan mashg'ul qilgan bo'lsa, bilingki, u sizga bermoqchi.